Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos, faqat tezroq haydang. Ishga joylashish uchun uchrashuvga shoshyapman. Albatta. Ishga joylashyapman deng. Ha. Aytishlaricha, qancha yaxshi ishlasam, shuncha yaxshi to'lashar ekan. Konvertda. Tushunaman. Demak, naqd. Yaxshi. Keyinchi? Keyin uylanaman. Bolalar, ro'zg'or, uy, mashina. Dala xo'li deganlaridek. Yoshligimda hammasiga ulgurishim kerak. Barakalla. Lekin men boshqa narsa haqida. Men ham bir paytda yaxshi pul topardim. Davlatga soliq, nafaqa, sug'urta, boshqa to'lovlarsiz. Mana endi odam tashib yuribman. Hozir qarichilik pensiyasini olib, mazza qilib yashasam bo'lmasmidi? Hamma gap yaxshi pulga ishonib shoshganimda. Mana yetib qolganmiz. Sizni uchratganim yaxshi bo'ldi. Nima deysiz, balki boshqa ish topsammikan? Mehnat shartnomasini rasmiylashtirishni talab qiling. Shartnoma bo'lsa, pensiya ham bo'ladi. Rahmat. Albatta mehnat shartnomasini rasmiylashtirishni talab qilaman. Omad sizga.